28 yoshman va bir narsani tushunib yetdim. Agar siz 18-30 yosh orasida bo'lsangiz, bu narsani bilishingiz shart. Bu muzokara o'tkazish qobiliyati. Siz milliardermisiz, tadbirkormisiz, yo oddiy ishchimisiz, talabamisiz, buni bilishingiz shart. Va har qanday muvaffaqiyatga erishgan insonlarning aksariyati muzokara o'tkazishni bilishgan. Tasavvur qiling, siz muzokara o'tkazgani keldingiz, qimmat kostyum-shimlarda, zo'r qimmat soat, zo'r telefon, hammasi siz o'ylagandek va hamma narsani yodlab olgansiz. Agar meni to'g'rimdagi odam bu narsa desa, men bunaqa deyman. Agar bunaqa narsa desa, bunaqa deyman deb o'ylab keldingiz. Va eng muhimi, sizni qarshingizdagi odam oddiy shortikda, tapichkada, umuman maykada, hech qanaqa tayyorgarliksiz kelgan. Lekin katta ehtimol bilan переговорni uni foydasiga hal bo'ldi. Bilasizmi bu nima? Bu kuch degani. Ya'ni kuch qaysi tomonda bo'lsa, o'sha tomon har doim g'alaba qozonish ehtimoli baland bo'ladi. Chunki adolat, qonun, chiroyli gapirish hech biri bu yerda ishlamaydi. Bu yerda 99% odamlar faqat kuchga ishonadi. Va kuch bu siz o'ylamagan narsalarda bo'lib chiqishi mumkin. Bo'lmasam, bugun aynan kuch nima ekanligini va переговорlarda qanaqa qilib bu kuchdan foydalanish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam, boshladik. Men bilaman, hozir aytgan gaplarim ko'pchilikka yoqmaydi. Chunki aytishingiz mumkin, adolat, qonunlar hammasi qayerda qoladi desangiz, ha. Bugun sal boshqaroq bo'ladi. Sababi bugun men sizga ko'p milliarderlar, juda ko'p muvaffaqiyatga erishgan insonlarni 7 ta kuch haqidagi pinxona sirlarini, yoki sekretlarini sizga o'rgataman. Agar tayyor bo'lgan bo'lsangiz, aynan shu joyda biz birinchi qoidani boshlaymiz. Birinchisi, ehtiyoj yo'qligi. O'zi shunaqa narsa bor, ya'ni переговорda kim ushbu переговорdan foydasi katta ekanligini bildirib qo'ysa, o'sha tomon yutqizadi. Keling, sirazi keyslarni tushuntirib beray. Masalan, tasavvur qiling, mehmonxona foyasida Budda rohib o'tiribdi. Va o'sha rohib oldiga bitta biznesmen, ya'ni milliarderni assistenti kelib aytibdi, siz bilan tadbirkor gaplashmoqchilar deyapti. Va o'sha paytda rohib aytibdi, agar gaplashmoqchi bo'lsalar, o'zlari kesildi. Chunki bu rohibga milliarderdan hech narsa kerak emas. Bu odam o'zi uchun yashayapti, o'zini yo'li, o'zini ehtiyojlari va o'zini qilgan ishlari bor. Va unga milliarderdan hech narsa kerak emas. Endi sizga savol. Bu uchrashuvga kim boradi? Rohib boradimi yo boyiga milliarder o'zi keladimi? Katta ehtimol bilan milliarder o'zi keladi. To'g'rimi? Chunki ehtiyoji kim bildirayotgan bo'lsa, o'sha tomon ko'proq zaif hisoblanadi. Shuning uchun eng asosiy narsa переговорlarda kimni ehtiyoji baland ekanligini bildirib qo'ysa, o'sha tomon katta ehtimol yutqizadi va ikkinchi tomonga ko'proq kuch paydo bo'ladi. Shuning uchun birinchi qoida bu ehtiyojni yo'qligini ko'rsatish. Ya'ni birinchi kuch bu ehtiyoj yo'qligidir. Ikkinchi qoida resurslar ustunligi. Ya'ni kimda kuch ko'proq? Bilasizmi? Kuch kimda resurs ko'p bo'lsa, o'shanda. Masalan, kimda ko'proq pul, kimda ko'proq shon-shuhrat, kimda ko'proq tanish bilish, o'sha odamda har doim kuch ko'proq deyiladi. Masalan, bunga oddiy bir dona gap bilan isbotlab beraman. Napoleonni bir aytgan gap bor. Kuch har doim katta armiyasi borladi. Ya'ni siz переговор qilayotgan paytingizda tarozi pallasiga o'zingizni resurslaringizni qo'yib ko'ring. Ya'ni resurslaringiz agar katta bo'lgan bo'lsa, boyiga переговор o'tkazayotgan odamingizdan resurs kattaroq bo'lsa, sizda kuch ko'proq degani. Masalan, oddiy holat, men ko'pincha o'zimni sotuv darslarimda o'rgataman o'zimni o'quvchilarimga. Ya'ni agar siz biror bir joyga muhim переговор qilayotgan bo'lsangiz, cho'ntagingizga bitta pochkani solib qo'ying va sizda o'sha balandroq bo'ladi duxingiz. Chunki sizni oldingizda sizga ishongan 100 ta kalbosh bor. Va ushbu kalboshlar sizga ko'proq do'q beradi. Chunki aynan resurs jihatdan, ya'ni hozirgi fakt, ya'ni gaplashib turgan joyimizda men cho'ntagimda $10,000 bor, lekin sizni cho'ntagingizda $10,000 bo'lmasligi mumkin. Tushunasizlar? O'sha joyda menda ushbu resurs borligini o'zi ko'proq ishonch beradi va resursi ustunligi переговорda ham bilinadi. Shuning uchun bu ikkinchi eng muhim qoidalardan bittasi. Aytgancha, aynan kursda gapiryapman hozir, bitta so'z esimga tushib qoldi. Agar siz biznes egasi bo'lsangiz va sotuv bo'limingiz bo'lgan bo'lsa, sotuvda qanaqa qilib ko'proq daromad qilishchi, marketing budjetini oshirmasdan turib ko'proq savdo qilishchi o'ylayotgan bo'lsangiz yokida sotuvchilardan muammolarni charchagan bo'lsangiz, ularning KPI'lari, ularning o'sishi, natijasi qanaqa qilib tizimlashtirish bo'yicha qiziq bo'lgan bo'lsa,
man bilan o'tirib konsultatsiya qilishingiz mumkin. Konsultatsiyada bizni sotuv bo'limizni ichiga sho'ng'iymiz, razbor qilamiz, hamma muammolarni ko'rib chiqamiz va unga yechimlarni birma-bir o'zim berishga harakat qilaman. Va katta ehtimol bilan ushbu konsultatsiyaning o'zidan siz katta yechimni olib, o'zingiz aniq qilgan ishlar paydo bo'ladi. Agar bu sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, ushbu videoning tagidagi link ustiga bosing, ushbu raqamga qo'ng'iroq qiling va siz bilan konsultatsiyada ko'rishamiz. 3-qoida bu vaqtning xizmati. Ya'ni kimda vaqt ko'proq bo'lsa, o'sha tomon har doim kuchliroq bo'ladi. Ya'ni kim shoshilayotgan bo'lsa, o'sha tomon har doim yutqizadi. Masalan, siz переговорga kelayotgan paytingizda переговорda ikkita mutaxassis bilan gaplashyapsiz. Bitta mutaxassisda yosh kattaroq, bitta mutaxassis bo'lsa, aynan yoshi, aynan navqiron payti. Yosh kattaroq odamda vaqt uni yo'qotmoqda, ya'ni vaqt unga qarshi ishlamoqda. Yosh mutaxassisda bo'lsa, hali kelajak bor. Siz kimga ko'proq pul tikkan bo'lardingiz? Katta ehtimol bilan yoshlarga, to'g'rimi? Chunki yoshlarda vaqt yetishmovchiligi kamroq va ularda vaqt ularga xizmat qiladi. Yosh katta bo'lganingiz sari vaqt sizga emas, balkim sizni qarshingizga xizmat qilishni boshlaydi. Shuning uchun vaqt juda muhim resurs hisoblanadi, aynan kuch jihatdan qarasak. Shuning uchun har doim kimda vaqt ko'p bo'lsa, o'sha tomonda kuch ko'proq bo'ladi. Sotuvda ham, marketingda ham hamma joyda ushbu instrument ishlaydi. Agar siz mijozlaringizda vaqt ko'pligini aytgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz bugun sotuv qilmaysiz. Lekin mijozlarda vaqt kamligini isbotlab bergan bo'lsangiz, unda sotuvingiz bugun bo'lish ehtimoli balandroq bo'ladi. Shuning uchun bu narsaga juda ham qattiq e'tibor berishingiz kerak. 4-qoida bu hype qilish, ya'ni sharoitli. Bu nima deganini bilasizmi? Bu aynan hozirgi paytda ishlagan tendensiya degan. Eslasangiz kerak, bundan 2-3 yil oldin velosipedi buzilgandan keyin qo'lga ushlab olib yomg'irda yurgan kuryer bola eslaysizmi? Unga hamma sovg'a berishni boshladi. Hamma kompaniyalar kimdir velosiped olib berdi, kimdir qaysi kursga pul to'lab beraman dedi. Ya'ni bu bola, ya'ni o'sha paytda video tushib qolgani eng katta omadi bo'ldi. Endi sizga savol, aynan shuna holatga tushgan kuryerlar soni nechta? Lekin ularni hech kim bilmaydi. Ya'ni hype, ya'ni o'sha paytda siz hype'ga chiqsangiz va o'sha paytda qisqa muddatda shon-shuhratga erishishingiz bu eng katta kuch degani. Ya'ni ikkita bir xil holat, ya'ni ikkita bola ham velosipedda buzilgan, ikkita bola ham qo'lga ushlab olgan, bitta bola kameraga tushib qoldi va u butun internetda tarqaldi va bu odamda kuch ko'proq bo'ladi. Ya'ni u ko'proq resursga ega bo'ladi endi. Tanish bilishga, ko'proq pul orttirishga va ko'proq investitsiya olish ham mumkin. Lekin siz umuman hech kim tanimagan bo'lsa va siz katta ehtimol bilan hype qila olmaysiz va katta ehtimol bilan siz yutqilishingiz mumkin. Chunki kuch kimda hype balandroq bo'lsa, shu yerda boshlanadi. Hozirgi zamonda hype juda ham katta instrument. Shuning uchun ham masalan chet elda prezidentlar ham bu narsani qilishyapti. Masalan, o'sha aytaylik, Elon Musk ham hype qiladi ko'p, to'g'rimi? Juda ko'p brendlar, juda ko'p shaxsiy brendlar aynan shunisiga qurilmoqda. Va sizning vazifangiz ushbu hypedan to'g'ri foydalanish. 5-qoida bu joylashuv qoidasi, ya'ni siz to'g'ri joyda paydo bo'lishingiz va to'g'ri pozitsiyani tanlashingiz. Buni ko'p futbolda ham aytishadi. Ya'ni shunday hujumchilar bor, ular to'g'ri joyda paydo bo'lishni bilishadi va aynan o'sha to'g'ri joyda turgandan keyin gollarni urish ham oson ularga. Masalan, Lewandowski ham o'yinchi bor Barselonada va bu Lewandowski doim to'g'ri joy tanlashni biladi. Xuddi shunaqa Amerikada qurilgan juda ham hashamatli bino 10 milliard dollar turishi mumkin degan. Aynan o'sha binoni O'zbekistonda qursa, bu 10 million dollar ham bo'lmasligi mumkin. Eng muhim narsa bu qayerdaligi. Va bu narsa juda ham muhim. Даже переговор qilayotgan paytingizda ham agar siz raqibingizni uyiga borgan bo'lsangiz, raqibingizni ustunligi ko'proq, chunki u tanlagan joyda переговор qilasizlar. Agar siz o'zingizni uyingizda переговор qilgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizda ko'proq ustunlik bo'ladi, sababi siz переговор egasi bo'lib tuyulasiz. Ya'ni joy sizga o'ynaydi. Va o'rtaga, ya'ni u ham bilan bo'lmasa, unda neytral hududlar bor, bu ko'chada ko'rish. Bu joyda ikki tomonda ham kuchlar bir xil bo'ladi. Shuning uchun bu qoidaga ham e'tibor berishingiz kerak. 6-qoida va menga eng yoqadigan bu tanlov erkinligi. Ya'ni kimda tanlov erkinligi bo'lsa, o'sha tomon har doim kuchli bo'ladi. Tasavvur qiling, sizda bir nechta variantlar bor. Ya'ni sotishingiz uchun bir nechta variantlar bor va mijozingizda bo'lsa bitta variant bor. Savol, kim kuchliroq? Men o'ylashim bo'yicha siz. Masalan, Mark bilan Sesemba o'zini uyali aloqa kompaniyasi sotayotgan paytida boshlang'ich narxi 170 million bo'lgan. Lekin sotayotgan paytida 425 million dollarga sotib chiqib ketgan. Unda nimaga desangiz, chunki unda 4-5 ta xaridor bo'lgan, har xil narx taklif qilsa bo'lgan. Xaridorlarda bo'lsa bir dona variant bo'lgan. Bu Mark bilan Sesembaga o'zi. Ya'ni litsenziya kam sonli odamlarga berilgan bo'lgan. Bu holatda kimda alternativa, ya'ni kimda tanlov ko'p bo'lsa, o'sha tomon har doim yutadi. O'zingizni hayotingizni eslang. Qachon o'zingizni kuchli his qilgansiz? Qachonki sizda zaxira variantlar bo'lsa, qachon o'zingizni zaif his qilgansiz? Qachonki siz ilojsiz bo'lgan paytingizda, ya'ni bir dona variant bo'lganingizda.
yokida o'sha uylanayotgan paytingizda yokida aytaylik turmush chiqayotgan paytingizda sizda qancha ko'p variantlar bo'lsa, shuncha o'zingizni kuchli his qilgansiz. Aslida qancha kam variant bo'lsa, shuncha o'zingizni ilojsiz his qilgansiz. 7-qoida. Bu xavfsizlik qoidasi. Va bu yerda kim xavfsizroq bo'lsa, o'sha tomon har doim kuchliroq bo'ladi. Ya'ni kimda xotirjamlik bor, kimda osoyishtalik bor, o'sha tomon har doim kuchli переговорлadi. Masalan, aytaylik, ish beruvchi va ishga kiruvchi odam suhbatida. Bu ham переговор, to'g'rimi? Agar ishga kiruvchi odam shoshmayotgan bo'lsa, ya'ni o'zini xavfsizligi bo'lsa, ya'ni moliyaviy bagaji bo'lsa, unda aytaylik har 3 oyga yetadigan moliyaviy podushkasi bor va u odam shoshmayapti va o'zini xavfsiz joyda deb o'ylayapti hozir. Shu paytda suhbat qanday davom etadi, bilasizmi? Bu joyda kuch har doim xavfsizlikda bo'lgan odamda. Lekin tasavvur qiling, ish beruvchi odam sotuvchi qidirayotgan bo'lsa va oxirgi sotuvchisi kecha ishdan bo'shagan bo'lsa va sotuvchisiz o'zini xavfli joyda qolib ketdim deb o'ylayotgan bo'lsa, unda kim переговорda kuchliroq bo'ladi? Endi o'zingizga savol. Kim kuchliroq bo'ladi deb o'ylaysiz? Ya'ni bu xavfsizlik qoidasi degani va xavfsizlik qaysi tomonda bo'lsa, o'sha tomon har doim kuchliroq bo'ladi. Odamlardan aynan переговор qilish degan paytda chiroyli kiyinish, qimmat gadjetlar qilishi, yokida qo'lda qattiq siqish, qayoqqa qarash kerak haqida gapirishadi. Men sizga o'rgatgan hozir 7 ta qoidaga amal qilsangiz, buni hammasiga tuporib qo'ysangiz bo'ladi. Men aytmoqchi emasman, bular hammasi kerak demoqchi emasman, lekin asosiy 7 ta qoida tepada sanab o'tilgan qoidalar. Además 7 ta qoidaga amal qilgan bo'lsangiz, siz shortikda bo'lsangiz ham, siz maykada bo'lsangiz ham переговор yutishingiz mumkin. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying, kommentariy yozing va qaysi qoida sizga eng yoqdi, buni ham qoldiring. Va keyingi videolar qaysi mavzuda bo'lishini xohlasangiz, buni ham qoldiring. Va eng muhimi, bizga obuna bo'lib qo'ying, keyingi videoni o'tkazib yubormaslik uchun. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.